Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli kanallarimiz a'zolari. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizda 9-marshrutni yo'lida 4dan oxiri desak bo'ladi azizlar. 4-marshrutdan o'tib turibdi. 8-qavatda 2 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Shu yangi domlarimizda 8-qavatida liftli dom, lifti ishlab turibdi. 60 kvadrat metr. Akkuratniy xonadan remontdan chiqib turibdi. To'g'ri kelib o'shashtirib yashayverasizlar azizlar. Narx ham zo'r narxda, narxini videonun oxirida aytib o'tamiz azizlar. Bu yerda yana ko'rib turganingizdek domlarimizni oldinda bolalar o'yinida o'yingohlari, bolalar uchun hamma sharoitlari bor. Besedkalar ham bor, kattalar chiqib dam olib o'tirmoqqa. Ham domimiz akkuratniy, dom ko'rib turganingizdek fasadlar ham chiroyli qilib ishlov qilganlar. Yo'laklar ham polnistashga bo'lgan. Transportdan, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Главный narx ham zo'r, ham 60 kvadrat metr. Hamma udobsasi bor. Hojatxonasi, yuvishxonasi отдельный, garderob ham bor, oshxonasi, xonalar ham отдельный xonalar. Ham kvadrat metr ham zo'r, 60 kvadrat metr narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Yetgacha kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, sizlar kvartiramizga kirib keldik. Yana girish ishlari ham ajoyib ishlardan zamonaviy, ashibkalar qilingan, chiroyli qilib zamoqlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Girgandan chap qismimizda birinchi hojatxonasi, keyin yuvishxona, keyin bu yerda garderobi bor, keyin to'g'rida esa oshxona, keyin o'ng tarafimizda spalniy zali joylashgan. Bu yerda esa elektrik avtomatlarni ko'rib turganingizdek, har xona uchun oddiy domofonlar ham ega. İşlerimiz MDF işler, nal işlerini koyulgan. Hacatxonamızdan başlayalım. Yine girgenimizden ayaklıları kafil, divarlarım kafil olan, yarım bir neçe, yallardan tonla kırk telefon, bir de bazı dimağı caylarım var, vişçe koy beraber bir de ne aristollarım ornatılgan. Rakayla müntazlarım, müntazlarım taze hale işletilmeyen, bir de ise Yunus hanası ezle. Yuvishxonasi ham akkuratni ko'rib turganingizdek, odam bo'ylab baland etib kafel qilingan, yuqorilari однотонный qilib qo'ydilar. Bu yerda vannalar qo'yilgan. Smesителlar ham yaxshisidan qo'yilgan, radiatorlar ham o'rnatilgan. Ajoyib xonadan 60 kvadrat metr joylashgan, narx ham zo'r. Narxini videomizning oxirida aytib ham o'tamiz. Birimiz garderob, xohlasangiz qilib qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Stilaj yasatib, banka meyda ichida qo'yadigan mesta qilsangiz ham bo'ladi. Suv cho'chklari bu yerga qo'yilgan ekan. Garderob yanmasında birimiz ise aşxana kısmı bo'ladi. Aşxanamiz ham kichkina emas, keng tushgan. Razmeri 3.10 hurmatli obunachilar, 4 metr razmerda fartiklar qilingan, divorlar obvoy, bu yerda esa zamonaviy двухконтурный настенный отопление qo'yilgan, stabilizator reduktorlar ham bor. Gaz cho'chklari ham qo'yilgan. Hech qanday muammo yo'q bu yerda. Hamma udobsizlar bor. Liftli dom, lift ham ishlab turibdi. 9 qavatli binoning 8-qavatida 2 xona kvartira. Bu yerda radiatorlar qo'yilgan. Bu yerda kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Bu yerda kir mashina uchun to'sish, bu yerda moyka uchun. Bu yerda pechkani to'g'ri imoratini chiqarib bersangizlar ham bo'ladi azizlar. Morosana. Bu tarafimizda zal qismi bilan spalniy qismi joylashgan. Birimiz 3.10 3.90 razmerda divorlar obvoy bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, mo'yshi obvoylar, lyustralar osilgan, bu yerda radiatorlar ham bor, ajoyib zamonaviy aynalar, katta plastik ramlardan podogulniklar ham o'rnatilgan aynalarda. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Transportlardan muammo yo'q. Yonidan 4 marshrut o'tib turibdi domimizda azizlar. 4 marshrut, 4ni oxiri desak ham bo'ladi bu yerni. 9-marshrutdan 4 ham o'tib turibdi. Yangi dom, zal qismimiz 3.40 ga, uzunasi 520 razmerda. Divorlarda obvoylardan mo'yshi, super mo'yshi obvoylardan lyustralar osilgan, aynalar plastik ramlardan ikki taraflama aynalar tushgan. Aynalar tagida radiatorlar ham o'rnatilgan. Laminatlar ham yaxshisidan yayganlar, ko'rib turganingizdek, ajoyib keng ekan xonalar ham. Narx ham zo'r narxda, narxi azizlar 360 million so'm aytilib turibdi. Ustida galishlardan yeri bor. Bir de bog'cha, maktab, suv, svet, gaz, transport, hech nimadan muammosi yo'q. Yo'lga yaqin domimiz 4 bilan 9 marshrut ham yurib turibdi. Vatandoshlar, kelib mulk egasi bilan savdolashib olishingiz ham mumkin. Kanallarimizga yangilar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, videomizga yangi tarqalishini sizlar qo'ldan kelgancha arzon nuqtai xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik va omonlik tilamiz. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.